Hozir spray sepmasangiz ham burningiz ishlayaptimi? Nafas olyapti. Jiddiy nafas olaman. Ko'p nafas olaman. Xuddi havo nafasini olayotgandek bo'ldim. Ha, yaxshi. Burningiz polniy ochiq. Xuddi o'sha paytda spray sepganingizda qanaqa ochilsa, shunaqa ochilibdi-yu, polniy dimoqlaringiz ko'rinib turibdi. Xo'p, bemorimizda taxminan 2 hafta oldin turbinoplastika plus tanzilektomiya operatsiyasini qilganmiz. Ular uzoq muddat bitselina terapiya qilib yurilgan bo'ladi. Foydasi bo'lmagandan keyin tanzilalarni oldik. Xudo xolasa mana hammasi yaxshi, reabilitatsiya ham yaxshi ketyapti. Bugun qayta ko'rikka kelganlar. Operatsiyagacha ham qanaqa edi holatingiz? Burningizni nafas olishlaringiz qanaqa edi? Har oy faringit bo'lardim. 8 yoshimdan beri bitselina olib yurardim. Oldin ochib uxlardim, yaxshi nafas ololmas edim. Endi hozir mana yaxshi nafas olib, burunlarim ochilib, ancha hech qaysi spreyda ham yordam bermagan shu paytgacha. Endi yaxshi nafas olaman. Yaxshi bo'lgancha qo'llaringiz dard ko'rmasin. Hozir spray sepmasangiz ham burningiz ishlayaptimi? Nafas olyapti. Jiddiy nafas olaman. Ko'p nafas olaman. Xuddi havo nafasini olayotgandek bo'ldim. Ha, yaxshi. Sizlarda yoki yaqinlaringizda lor a'zolarida muammolar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin.